Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy muomalasi uchun javobgarlikni takomillashtirishga doir qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Mazkur qonun loyihasi bilan jinoyat protsessual hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga bir qator o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish taklif etilgan. Xususan, jinoyat kodeksiga aholi salomatligi va genofondiga jiddiy xavf soluvchi jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi yangi moddalar kiritilmoqda. Shuningdek, narkotiklarning noqonuniy muomalasiga hokimiyat, mansab vakolatlarni suiiste'mol qilish yo'li bilan homiylik qilish hamda g'ayriqonuniy narkolaboratoriya tashkil etish va uning faoliyat yuritishini ta'minlash kabi qilmishlar uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutuvchi yangi normalar belgilanmoqda. Milliy tiklanish har doim millat genofondi haqida qayg'uradi. Bunda nafaqat dorivor vositalar yoki iste'mol qiladigan mahsulotlar, balki bunga eng kuchli ta'sir qiluvchi bu giyohvand moddalari, psixotrop moddalar va ularni ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalishini oldini olish bo'yicha har doim tashabbuslarni ilgari suradi va mamlakatimizda ham so'nggi yillarda ayni shu yo'nalishdagi harakatlarni cheklash va ularni bartaraf etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Bu kiritilayotgan qonun loyihasi esa ayni mana shu harakatlarni amalga oshirganlarga nisbatan javobgarlikni kuchaytirish va ularga chek qo'yish masalasini ilgari surgan. Va bu juda ham muhim masala, chunki har bitta qonun inson hayoti bilan bog'liq va inson hayotiga ta'sir qiluvchi har qanday mahsulotni tarqatish, hatto foydalanish ham bu jinoyat. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga giyohvandlik vositalari, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni jamoat joylarida iste'mol qilganlik uchun javobgarlik belgilash nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari, bu turdagi jinoyatlar qayta sodir etilishining oldini olish maqsadida jinoiy javobgarlik choralari kuchaytirilmoqda. Muhokamalardan so'ng qonun loyihasi deputatlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi.